Bitta masala bor. Yo'qolgan burchakni topish, burchaklarni qo'shish va ayirishga oid 4-5 sinflar uchun deyilyapti, lekin bizlarda 5-sinflarda va ayrim yuqori sinflarda bu mavzu kerak bo'ladi. Bu mavzuni tanlashimning asosiy sababi biz o'qituvchilar ba'zida tarqatma tayyorlashga yoki ko'rgazma tayyorlashga qiynalamiz. Bu dasturdan juda chiroyli ko'rgazmalar o'zimiz tayyorlashimiz mumkin ekan. Xo'p, quyida burchak berilgan. O'tmas burchak 110 gradus. Bizga 110 gradusli burchak 3 qismga bo'lingan. 27, 24 va mana bu yerda yana ma'lum bir burchak bo'lingan. Xo'p, mana shu burchakni qanday topamiz? O'quvchilarga savol bersak, tabiiy ravishda aytadiki, ikkita burchakni qo'shamiz deydi. Xo'p, ikkita burchakni qo'shamiz, to'g'ri. Keyin nima qilamiz desak, keyin mana bu ikkita burchakni yig'indisini katta burchakdan ikkita burchakni yig'indisini nima qilamiz? Ayiramiz. Ya'ni 110 dan 24 va 27 burchaklar yig'indisini ayiramiz. Nechi bo'ladi? Bu 51 bo'ladi. 51 ni ayirsak 59 qoladi. Klaviatura yordamida 59 kiritamiz. Javob to'g'ri ekan. Mana shu yerda noto'g'ri javobni kiritishga harakat qilamiz hozir. Demak, 45 gradus. Keyin mana shu yerda 50 gradus yozaydi. Qani 50 gradus yozsam nima qiladi? Try again. Yana urinib ko'ring. Ya'ni bizga urinib ko'rish uchun 3 marta imkoniyat beriladi. Toki to'g'ri javobni kiritmagunimizcha boshqasiga o'tmaydi. Ya'ni boshqa misolni tanlay olmaymiz. Kiritamiz. Mana bu yerdan necha bo'ladi javobi? 66. Check tugmasini bosamiz, correct deydi. New angel, ya'ni yangi burchakni tashkil qilib beraymi deyapti. Mana shu yerdan aynan qanday qilib tarqatma tayyorlab ketishimiz mumkin yoki ko'rgazma. Ekranni rasmga olgan holimizda mana shu qismini qirqib olib o'quvchilarga tarqatma tarzda har bir o'quvchi uchun alohida berishimiz mumkin. Chunki bu yerga bizga juda ko'p burchak beriladi. Mana yig'indisi 49 ni tashkil qilyapti. 121 dan 49 ni ayirsak necha hosil bo'ladi? 72 hosil bo'ladi. Juda ko'plab shunga o'xshagan burchak hosil qilishimiz mumkin va juda